Assalomu alaykum. Hurmatli do'stlar, yaxshimisizlar? Salomatmisizlar? O'sha mastana bor jarayonni iloji boricha ko'rsatib borishga harakat qilaman. Mastana bor hali boshlamadim. Bu texnikalarni esdan chiqarib qo'ymaslik uchun podgotovka desak ham bo'ladi. Asl mastana borni rejalashtirib qo'yganman. May oylarini o'rtalariga yoki oxir oylaridan boshlaymiz. Chiroyli qilib sport ozuqalari va steroiddan foydalanishda ham ochiq oydin bo'ladi. Shuning uchun menimcha kuzatish kerak. Chunki niyat qilib qo'ydim, O'zbekistonda hali qilinmagan, hech kim ko'rsatmagan narsani ko'rsataman. O'zbekistonda nima bilasizlarmi? Farmaq qotganini aytadi-yu, lekin qaysi firmani, qaysi mahsulotlarni qotganini hech kim aytmaydi. Agar qamalib ketmasam, men o'sha ish qilmoqchiman. To'g'ri, ahmoqonalik-ku, lekin sizlarni bilimingni oshirish uchun bu arziydigan narsa. Bismillah. Xo'p, yelka mashqlari. Men уже ikkinchi podxotimni qilyapman. Ovozim yaxshi chiqmayotgan bo'lishi mumkin, sababi bugun sal sifatsizroq mikrofondan foydalanyapman. Bugun o'zi video olish rejamda yo'q edi. Shunaqa. Shunaqa boshladik. Oyoq ishlaganimni silliq qurdi. Qiyin ham kelmayapti, lekin video olishim kerak. Shuning uchun, xo'p. Birinchi mashqimiz hali, ya'ni bu men uchun razminka. 10 tadan 3 ta podxot qilaman, keyin asosiy mashqlarga o'taman. Kuzatib boringlar. To'g'risi hozir kuchim yo'q, texnikani gapirib tushuntirishga aqlim yetmayapti. Chunki oyoq juda ham qiyinladi mana bugun. Va keyin nastroyeniyam ham tushib ketdi, ancha asabiylashdim. Shuni hisobiga oyoq meni qiynadi. Asab mana trenirovka jarayoniga ham yomon ta'sir qiladi. O'shaning uchun imkon boricha o'qib ishlash kerak. To'g'rimikan? Siz gapingizni eshitmaydi lekin, chunki mikrofon menda. Qozim to'pa-to'g'ri dedi. Nechta qildim? Qaramadim ham. To'g'ri. Charchadim lekin. Onasini ham nima bu? Yelkan orqasidan boshlaymiz. Orqa buchoqdan. Men yelkamni aynan orqa deltam недостатки bo'lganiga shu недостаткini boshlash niyatidaman. Yomon charchadim lekin. Da. O'zim ochib. Keyin erkaklarga ham ko'p tashiyam. 200 gram go'sht beradi. Shakallar chiqadi endi tanishlardan, shogirdlardan. Odam rahmat bo'lsa, ya'ni ayol kishi burun bo'lsa bitgan gibi. Beş. Vay. Bir. İki. Üç. Dört. Beş. Ozgina zarba beraveramiz. Chunki 3 ta podxotdan qo'rqma. Bir. 2. 3. 4. 5.
6 7 10 ta. Mana shunaqa qilib ishlab qo'ysam, uyimga ketardim. To'g'rimi? Ha, shunaqa ayollar bo'ladi. Ozgina yolg'iz qoldirsang, yoniga kimdir kelib gaplashishga harakat qiladi. Ayolda ham bor shekilli ozgina. U ham gaplashib ketadi. Keyin sen qaytib kelasan va ularni birga ko'rasan. Keyin kulib, "Nahoy kerak menga bunaqa ayol" deysan. Hayotimizda bunaqa ishlar ko'p bo'ladi. Do'sti, alam qiladigani odamiylik yo'q. Shunchaki erkaklarda erkaklik, ayollarda bo'lsa nomus qolmagan. Or nomus. Vafodor inson faqatgina senga Robbing taqdir qilib bergani bo'lar ekan. Faqat shunisi. Shuning uchun kelgan yo'limizda to'xtamasdan, orqaga qaramasdan oldinga intilish kerak ekan. Bular shunaqa hozircha. Xo'p. Oxirgi упражнением old beltdagi yelkan oldiga ishlayman. Уже vaqtdan bo'lib qoldi. Ketadigan. Ko'pchilik mana shu mashqni motor qiladi. Iloji boricha texnikani ko'rsatib beraman. Videomiz manfaatli bo'lsin. Ha? Olasizmi? Ya pamit to'lib qoldim yana. 1 2 3 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 og'ir vazn umuman shart emas. Sababi og'ir vazn bilan ishlangan paytda talchoq ketadi. Talchoq ketyaptimi, demak, butun ishlayotgan yuklamangiz tanaga tarqab ketadi. Biz yelkani mo'ljal qilyapmizmi, demak, faqat yelkani o'zi ishlash kerak. Tana qimirlamagan holatda. Arzimagan 12 kilo bilan ishladim. Lekin yelkam yaxshi sezdi. Bir qo'lda ko'tini qiynab 20, 30, 50 oladiganlar ham bor. Rezultat bo'lmaydi. Shu o'tirgan paytimizda talchoq bo'lmaydigan og'irligi maksimumni olib, o'sha bilan qilish kerak. Vazn yengil ham bo'lmasin, og'ir ham bo'lmasin. To'g'rimi? Xo'p. Charchamang, salomat bo'ling. Charchamang. Xo'p, o'sha mashq eng yaxshi narsa. Bel har doim salomat bo'ling. Xo'p. Xo'p. 12 ta urinishdan 3 ta podxod ishlab ketaman. Sababi charchoq yaxshigina bo'ldi. Har 4 ta podxodgacha kuchim yetmaydi. Shuning uchun bitta 10 to'ra olib ozgina ishlab oling. 10 to'rga ham kuchim bor, ozgina bir. 2. Ishlayvering, aka. Endi tezlashtiring, hozir svet o'chirib qo'yishadi. O'zi ham ertalab kelgandik. Zal yopilyapti уже. Уже talchoq bo'lyapti menda. Bu noto'g'ri. Уже noto'g'ri. Yana bitta podxod o'tib o'tamiz. Bo'ladi.